Bugungi ba'zi qizlar mahrga nima so'rayapti bilasizmi? Keling. Ha, o'sha 300 ming dollar turadigan mashina. Yigit kishi oyiga qancha topish kerak deb o'ylaysiz? 20 ming yoki 30 ming dollar. O'g'il bolalarga shunaqa talablarni qo'yayotgan qizlar sizlarga savol. Siz o'zingiz shu pullarga arziysizmi? O'zbekistonda o'rtacha oylik 4,5 million so'm. Bu salkam 350 dollar atrofida. 20 ming dollar bo'lsa, bu 57 barobar ko'p degani. Endi yana sizga savol. Siz bu talablarni nimaga asoslanib qo'yyapsiz? Rossiya yoki AQShda odamlar 10 ming dollar topish uchun IT'da ishlaydi, doktor bo'ladi, yillab o'qiydi, o'zini qurbon qiladi. Bizdachi 15 mingta podpischni to'plagan qiz o'zini 50 karra maoshli boy bolaga munosibman deb o'ylaydi. Bu faqat jinnilik emas. Bu dabdabachilik virusining yangicha shakli. Hey sinam, halol yigitlar boy bo'lmasligi mumkin, lekin shuni unutmang. Haqiqiy erkaklar shunchagidagi pulni sizni xom xayollaringiz uchun hech qachon so'virmaydi. Siz qanaqa er xohlayotgan bo'lsangiz, avvalo o'zingiz shunga yarasha bo'lishingiz kerak. Yelik so'rashdan oldin qalbingizda gumanitar yo'l bo'lsin. Sog' bo'ling.